Yana bizga bonus kuchaytirgich berilmoqda. +4 darajasidan. Yaxshi. Yana bir marta berilmoqda. Yaxshi, mana Saliba bilan Viniciusning tepasi 4 tez bo'ldi. Bizga Nicola Baridla ham full holatiga juda ham ajoyib kuchaydi. 300 va 94 str darajalari. Endi oddiy kuchaytirgichimizni ishga solamiz. Bizda bitta Kaysedo qolgan ekan. Qolgan hammasini tepasi 100 holatiga yetib kelibdi. Kaysedoni albatta full holatiga keltiramiz birinchi. Yana bitta 100 bo'ladimi? Va tezlanish 99 bo'lib qolmoqda. Yaxshi. Bo'ldi bizga hozir akkauntimizning fitness darajalari hammasi full bo'ldi. Endi biz legendarniy kuchaytirishlarni ishga solib, akkauntimizni full qilamiz va ajoyib bizda Harry Kane, Muhammad Saloh full bo'lmoqda. Ko'rib turishlaring mumkin, juda ham yaxshi. Screenshot olamiz. Yana bitta legendarni kuchaytirishimiz Lamine Yamal full holatiga yetib keldi. Tepadan 400, kontrol to'p nazorat 95, pas 93 va udari 91 holatiga yetib kelmoqda. Yana bitta legendarni kuchaytirishimiz hamda Teo Hernandez va bizga Rafinha full bo'lmoqda. Yaxshi, Teo Hernandezdan 400, Rafinhadan ham 400. Yana bitta va Vinicius Junior full holatiga yetib keldi. Afsuski 88 udar qolib ketdi, mayli, bunisi ham bo'ladi. Va Van Dijk ham full ko'rinishiga yetib kelmoqda. 93 tepadan 400 va 93 to'p olib qo'yish darajalari. Gabriel hamda Brown, Holland full bo'lmoqda. Yaxshi. Hollanddan 500 va Gabrieldan 4 ta. Juda ham ajoyib.